Hammaga assalomu alaykum. Bugun birinchi darsni boshlaymiz. Birinchi darsimiz nimadan iborat? Ya'ni biz dasturlashga kirganimizda dasturlovchi приложение bor. Dastur yaratuvchi приложение bor. Biz bugun shu приложениeni tortib, to'g'ri nastroyka qilishni o'rganamiz. Uning uchun biz Google ga kiramiz va bu приложение. Misol uchun, unaqa приложениялар juda ham ko'p. Men Visual Studio Code ni tanlayman. Eng yaxshisi Visual Studio Code men uchun. Misol uchun Visual Studio Code skachat deb yoziladi va enter birinchida chiqqan veb-saytga kiriladi. Va mana bu yerdan sizning kompyuteringiz qanaqa? Misol uchun Windows tizimida ishlaydimi, Linux tizimida ishlaydimi yoki Mac tizimida ishlaydimi? Shulardan birini tanlaysizlar. Meniki Windows, shuning uchun men Windows tanlayman. Va download bosiladi. Va biroz kutiladi. Va bizga tortilgandan keyin открыть fayl qilamiz. Va bu joydan xo'p birinchida turgan belgini yoqib qo'yamiz. Dali va sizlar tanlaysizlar. Qaysi diskka tushishini, misol uchun C disk yoki sizlar D diskni tanlaysizlar. Misol uchun tanlandi va dali bosiladi. Va yana dali. Xo'p, keyingisi bu joydan sizlarga aytibdi. Sizlarni oynanglarga, ya'ni рабочий stolingizga bu приложениeni значог'i tushsinmi deyapti. Sizlar buni yoqib qo'ysanglar, yaxshiroq bo'ladi. Va mishkan o'ng tarafini bosib soздать qilinayotganda, xo'p, bu oyna tursinmi deyapti. Buni ham yoqib qo'yasizlar. Dali va yana ustuna bitta bosamiz. Bu tortiladi. Va bu приложение tortiladi. Ekranimizda chiqdi. Endi biz bu приложениеga kira olamiz. Misol uchun endi bu приложениemizni настройка qilishimiz kerak bo'ladi. Hop, yangi papka ochib ko'rib o'rganimiz yaxshiroq. Kirganimizdan keyin birinchi bo'lib qiladigan narsamiz. Panel oynasidan biz настройка bo'limiga kiramiz. Настройка va settings. Bu joydan biz auto save настройкасini to'g'rilab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Bu nima? Misol uchun biz kod yozganimizdan keyin biz yaratgan kodimizda nima bo'lganini model oynada ko'rmoqchi bo'lsak, saqlanib qilmagunimizcha biz ko'ra olmaymiz. Lekin auto save funksiyasini biz yoqib qo'ysak, biz kod yozishimiz bilan model oynada chiqaveradi u narsa. Biz buni qanday yoqamiz? Off'ni biz after delay ga o'zgartirib qo'yamiz va auto save funksiyasi bizda yoqiladi. Hop, keyingisi biz yozgan kodlarimizni model oynada ko'rishimiz uchun biz boshda ochgan papkamizdan kirishimiz kerak. Lekin u misol uchun bu joydan chiqib, u joyga kirishimizga ham vaqt ketadi. Men sizlarga hozir oson usulini o'rgataman. Uning uchun mana bu belgini ustiga bosamiz va bu joydan biz live serverni установить qilib olamiz. Live server. Mana birinchisida chiqadi. Install bosiladi va pastda bizda live server chiqadi. Tortilgandan keyin. Hop, tortildi va bizda avtomatik Go Live tugmachasi paydo bo'ldi. Biz Go Live bosamiz va bizga bu oynani ochib beradi. Endi biz bu oynaga nimadir yozadigan bo'lsak, bizda chiqib keladi.
Visual Studio'ni to'g'ri nastroyka qilishni tushundinglar deb o'ylayman. Hammaga omad. Keyingi videolarimizda dasturlashga birinchi qadamni boshlaymiz.